Demak, hozirgina biza operatsiyamizni tugatdik. Sindrom rakib va Kyusner degan sindrom bilan, bu kasallik bilan qizlarda tug'ma qin bo'lmaydi, bachadon bo'lmaydi. Ultrazvukda uzi qilinganda tuxumdonli ham yo'q edi, lekin MRT qilinganda bir taraflama bitta tuxumdon topdik va ularni iltimoslari bilan, patsientimizning iltimoslari bilan ularni stimulyatsiyaga oldik. Stimulyatsiyaga olganimizda ikkita follikul o'sib chiqdi. Bugun laparoskopik dostуп bilan o'tdan tuxum hujayra olishga muvaffaq bo'ldik. Qayta bu programmani qilib bo'lmaydi, bir martagina qilish mumkin, chunki har safar intubatsion narkoz ostida qoringa kirib tuxum hujayra olish bu hayot uchun juda xavfli. Lekin bugungi olingan tuxum hujayrani o'qlantirib ko'rib, balkim kelajakda agarda embrion olsak, albatta o'zlari tug'olmaydi, chunki bularda tug'ma qin yo'q, bachadon yo'q, bitta tuxumdon yo'q va embrion ekishga imkoniyatimiz yo'q. Keyinchalik surrogat onalik programmasi bo'yicha qo'shni davlatda embrionni olib ketib ekishlik mumkin. Balkim 5-6 yilda O'zbekistonda ham ruxsat berilsa, bular programmalarga balkim o'zimizda o'tkazilar bu muolaja degan maqsadda hozir tuxum hujayrani oldik qizimizga. 3 yil avval bu qizimizga miovazalish operatsiya o'tkazilgan. Bularga o'zlarini qorin bo'shlig'i charbidan sun'iy qin yaratilgan edi. Bu nima uchun kerak? Bularni jinsiy hayoti oz bo'lsa-da komfort holatda o'tishi uchun biz shu amaliyotni o'tkazganmiz. Qizimizga omad. 5 kundan keyin bu ham ijobiy natija bilan chiroyli embrionlar kutib qolamiz. Hammaga rahmat.